Angliya poytaxti Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasi 4-iyul rasmiy boshlandi. Mazkur mustaqil sud kollegiyasi dalillarni ko'rib chiqib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dafsandichiligining irqiy qirg'inchilik tashkil qiladigan yoki qilmaydiganligini qaror qiladi. Lekin Xitoy va bu sud mahkamasi va guvohchilarni yolg'oniga chiqarmoqda. Birlashma agentligining xabar qilishicha 4-iyun boshlangan sud oldimizdagi 4 kun jarayonida 30 shohidlarning guvohligini anglaydi ekan. Uyg'ur sud kollegiyasining yig'in haqidagi bayonotida ko'rsatilishicha, Uyg'ur sud kollegiyasining maqsadi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiliklariga doir to'plangan dalil isbotlar va bu qatim o'tkazilgan guvohlik anglash yig'inidagi guvohchilarning guvohligiga asosan Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan qaror chiqarish ekan. Kuzatuvchilar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining sobiq bosh taftishi Angliyalik atoqli advokat Jeffrey Nice bosh sudchi bo'lgan mazkur xalq sud hukumatlarini majburlash kuchi bo'lmasa-mu, biroq uning simvollik ahamiyatining zo'r ekanligini bildirmoqda. Advokat Jeffrey Nice ilgari sobiq Yugoslaviya Federatsiyasi bilan keyinchi Sibiriya Jumhuriyatining sobiq prezidenti bo'lgan Slobodan Milosevichni Balkan urushida paydo qilgan fojialari sababli xalqaro jinoiy ishlar sudida javobgarlikka tortilishida yetakchilik rol o'ynagan. Hozirgacha Amerika hukumati, Angliya, Kanada va Gollandiya parlamentlari Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Yevropa İttifaqı komiteti bayonotchilarining biri bo'lgan Nabila Masali Xitoyda Tiananmen vaqasiga chetishlik qo'lga ilinganlarning qo'yib berilishi kerakligini o'tirg'a qo'ydi va Uyg'urlarga qilingan muomalaga bo'lgan cho'nqur andisini bildirdi. Bayonotchi mundaq dedi: Yevropa İttifaqı 1989-yildagi tinch va demokratik namoyish va ularning ziyonkashlikka uchraganlarni yod etish bilan birga Xitoy doiralaridan bu voqealarga munosabatlik yoki xotirli sababidan qo'lga ilingan kishilar va kishilik huquq qo'g'dovchilarni darhol va shartsiz qo'yib berishni talab qiladi. Masalliy xotirlash murosimining Xitoy virusiga qarshi turish tadbirlari ruxsat qilgan doirada o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. G'ayri rasmiy sonliq ma'lumotlarga qaraganda 1989-yili 4-oyda boshlangan va 4-iyungacha davomlashgan, oxirida poytaxt Beyjingdagi Tiananmen maydonida zo'rlik bilan bostirilgan voqealarda 2000 dan ortiq odam hayotidan ayrilgan. Bayonotchi Masali Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi to'g'risidagi bir savolga mundaq javob berdi. Yevropa İttifaqı ham ommaviy bayonotlarida, ham Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida, shundaqla Xitoy doiralari bilan ko'rishganda, siyosiy qayta tarbiyalash lagerlari va fuqarolarning diniy e'tiqod erkinligiga chek qo'yish masalasida oshkora va ko'p qatim ig'ir andishalarini bildirdi. Amerika prezidenti Joe Bidenning bosh sog'lomlik maslahatchisi va Amerika davlatlik yuqumli kasalliklar tadqiqot o'rnining mudiri Anthony Fauci Beyjing hukumatini 9 kishining salomatlik xotirasini e'lon qilishga chaqirdi. Ularning 3 nafari Wuhan virus tajribaxonasida ishlagan bo'lib, ular yuqum boshlanishidan burun bir xil yangi koronavirus bilan yuqumlangan. Biden axborot o'rinlariga koronavirusning tajribaxonada ishlab chiqarilganligi va hayvondan insonlarga tarqalganligi haqidagi qarashlarni tekshirish uchun 90 kun vaqt bergandan keyin Amerikada virusning kelish manbasi to'g'risidagi munozara yana avj oldi. Fauci 3 tajribaxona xizmatchisidan boshqa 6 kishining 2012-yili Shaparang o'nkiriga kirgan, ondan o'pka yollig'iga giribtor bo'lgan qon ishchilari ekanligini, koronavirusning manbasi deb qaralgan bu o'nkirdan ilingan avrishkilarning Wuhan virus institutida saqlanganligini o'tirg'a qo'ydi. Angliya Yevropa İttifaqıdan chekinib chiqqandan keyin Norvegiya, Islandiya va Liechtenstein bilan savdo kelishimi imzoladi. Angliya hukumati e'lon qilgan bayonotda Angliyaning Norvegiya, Islandiya va Liechtenstein bilan savdo kelishimi imzolaganligi umumiy savdo summasining 21 milliard 600 million fond sterling ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda mundaq deyildi: savdo kelishimi Angliyaning go'sht va baliqchilik tarmoqlarini qo'llaydi. Angliya shirkatlari bu davlatlarda 200 million fond sterling atrofida oshkora xaridor chaqirishga qatnashsa bo'ladi.
Xitoyning Gansu o'lkasidagi bir yo'lovchilar poyezi temir yo'l ishchilariga so'qilib 9 odam qazo qilgan. Xitoy Kommunistik partiyasining rasmiy organlarining biri bo'lgan Yer shari vaqt gezitining xabariga qaraganda, Urumchidan Zhejiang o'lkasining Hangzhou shahriga mang'an poyez shu yer vaqti soat 5 dan 19 minut o'tganda Gansuning Jinchang shahridagi temir yo'l ishchilarini so'qib o'tgan.